Endi Mumtoza Begim haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham bir faol talabalarimizdan, talabchan, o'ziga nisbatan umuman atrofdagilarni ham juda qattiq hurmat qiladi. Atrofdagilar ham uni juda ham qattiq hurmat qilishadi. Sababi o'ziga yarasha odobi bor, o'ziga yarasha bir san'ati bor. Juda ko'plab tanlovlar bor. Respublikamizda bularni kashf qiladigan, bularni qaysidir ma'noda ochib beradigan darajadagi tanlovlar, umuman o'sha tanlovlarni ko'pida ham Mumtoza Begim o'zini sinab ko'rgan va juda ko'plab tanlovlarda uni sertifikatlari bor. Qolaversa yaqinda bir maqola yozish bo'yicha bir tanlovda qatnashib, u yerda ham chiroyli sertifikatlarni olib kelgandan barchamiz xursand bo'lamiz. Omadlarini bersin avvalambor. Ustozlar darajasida, ustozlar yetgan darajalarni ulardan-da oshib ketishni bularga tilab qolamiz. O'zbekiston xalq artistlari, O'zbekiston qahramoni, professor darajalarini bularga tilab qolamiz. Faqat oq yo'l ijoddan charchashmasin deb qolamiz.